Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. 2025-yil 1-iyundan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? 1-iyundan boshlab yo'l belgilari va chiziqlarga rioya qilmaslik holatlarini har qanday avtomatik foto va video qurilmalar bilan qayd etish taqiqlanadi. Shuningdek, soat ertalabki 7 dan kechki 21:00 gacha avtomobil yo'llari ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish man etiladi. Faqatgina dam olish kunlari hamda kechiktirib bo'lmaydigan alohida holatlarda bunga ruxsat beriladi. Faol hayotga qadam dasturi joriy etiladi. Dastur doirasida voyaga yetgan va boshqalar parvarishiga muhtoj bo'lgan odamlarni 5 turdagi yangi ijtimoiy xizmatlar taqdim etiladi. Ya'ni ularga uyda kundalik yordam berish, uyda parvarish qilish, tibbiy va ijtimoiy tiklash xizmatlari, kun davomida qarab turish, shaxsiy yordamchi xizmati ko'rsatiladi. Yosh olimlar qo'llab-quvvatlanadi. 35 yoshgacha bo'lgan va xorijda PhD yoki shunga teng ilmiy daraja olgan yosh olimlarga uy-joy olish uchun 10 yilga foizsiz kredit beriladi. Qarz miqdori uy-joy joylashgan hududiga qarab 2150 baravar bazaviy hisoblash miqdorigacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, nufuzli xalqaro fan olimpiadalari g'oliblari va sovrindorlariga beriladigan pul mukofotlari hozirgi miqdordan 5 barobar oshiriladi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan odamlarni ishga olgan tadbirkorlarga 50 million so'mgacha mablag' beriladi. Bu pul surda tarjimon, psixolog va kuzatuv xizmati uchun sarflanishi mumkin. Shuningdek, jismoniy shaxslar o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida kuzatuv xizmatini ko'rsatishi mumkin. Kambag'al oilalarga beriladigan ijtimoiy yordam va imtiyozlar yanada ko'payadi. Davlat xizmatlari uchun to'lovlarni to'laganda sariq guruhdagi oilalarga 50% chegirma, qizil guruhdagilarga esa 75% chegirma beriladi. Agar kambag'al oila qizil yoki sariq guruhdan yashil guruhga o'tsa, yordam choralari keyingi 12 oy davomida saqlanib qoladi. Shuningdek, qizil guruhdagi oilalardan chiqqan va o'qishni a'lo baholarda davom ettirayotgan talaba qizlarga maxsus stipendiya beriladi. Endilikda binolar va inshootlarni loyihalash jarayonida energiya tejamkor uskunalar, muqobil isitish tizimlari hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatish majburiy bo'ladi. Shuningdek, ko'p kvartirali turar joylar va binolarda ichki isitish tizimlari va issiqlik ta'minoti tarmoqlarini qurish, inshootlar va tarmoqlarga hisoblagich asboblarni to'liq o'rnatish majburiy etib belgilanadi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.